Ba'zida inson eng qorong'u lahzada kimligini namoyon qiladi. Kerol uchun bu shunchaki omon qolish emas, balki jamoadoshi, hatto singlisi kabi bo'lgan Megini himoya qilishdagi jasorati edi. Dushman qarshisida qo'rquvni his qilmagan Kerolning har bir harakati aniq, har bir qarori hal qiluvchi bo'ldi va nihoyat Megini hayotini saqlab qoldi. Salom do'stlar, Kerol qanday ayol ekanini yana bir bor eslatadigan Yuruvchi murdalar serialining 74-qismiga xush kelibsiz. Paula o'zini karaxtlikdan chiqarib, erkakni to'pponcha bilan yiqitdi. Uning tirik yoki o'lik ekanini bilmasdi. U erkakka qo'l tekkizishga jur'at eta olmadi. Biroz vaqt o'tgach, Megi yolg'iz o'zi ayol tomonidan olib ketildi. Ayol undan lagerlarining joylashuvini bilishga urinayotgandi. Biroq Megi ayolning ishonchini qozonish uchun nozik bir usuldan foydalandi. Ular apokalipsis paytida boshidan kechirgan voqealar haqida suhbatlashdi. Bu esa ayolning ogohligini pasaytirdi. Bu orada Kerol sekinlik bilan Paulaga minnatdorchilik bildirdi va Megi hamda o'zini qutqarib qolgani uchun rahmat aytdi. So'ng Kerol o'zining o'tmishda oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganini aytib bera boshladi. U ataylab ularning rahmini keltirishga harakat qildi va o'zini ojiz ayol sifatida ko'rsatmoqchi bo'ldi. Biroq Paula uni masxara qilib, Kerolning qanday inson ekanini yaxshi bilishini aytdi va uni rahmdil va ojiz deb hisoblashini bildirdi. Ayniqsa qo'lidagi xoch unga yanada zaifroq ko'rinish berardi. Ko'p o'tmay Rik va Paula radio orqali bog'lanib, savdo uchun uchrashuv joyini kelishib olishdi. Biroq suhbat tugashi bilan Paula boshini asta-sekin chayqay boshladi. U bu kelishuvda nimadir shubhali ekanligini sezayotgandi. Rikning ovozi ratsiyaning narigi tomonidan juda aniq eshitildi. Hech qanday shovqin yo'q edi. Bu esa ularning joylashuvini aniq topishganini ko'rsatardi. Paula buni darhol ilg'ab oldi. Qo'rqqanday ko'rinishga tushdi. Kerol ularga Rik o'z so'zining ustidan chiqadigan odam ekanini va almashuvdan keyin ularga zarar yetkazmasligini ishontirishga harakat qildi. Ammo Paula Kerolning yolg'onlariga ishonmadi. U darhol jamoasi bilan bog'lanib, ularga vaziyatni tushuntirdi. Hamkasblar bir necha daqiqada yetib kelishlarini aytishdi. Bu Kerolni bezovta qildi, chunki uning jamoasida qancha odam borligini aniq bilmasdi. Paula tezda ikkita ayolni o'ziga yordamga chaqirdi va kirish qismida kutishga tayyorgarlik ko'rdi. Agar Rik va uning odamlari haqiqatdan ham kelishsa, ularni pistirmaga tushirib yo'q qilishmoqchi edi. Bu paytda Kerol va Megi ichkarida qulflanib qolishdi. Bu qo'shimcha ehtiyot chorasi sifatida qilingandi. Hammadan keyin qolgan Kerol chuqur nafas oldi. Uning yuzida endi hech qanday ojizlik alomati yo'q edi. U xochni chetlarini o'tkirlay boshladi va qo'llarini bog'lab turgan lentani kesib tashladi. Qochishga muvaffaq bo'lgan Kerol tezda xonadan chiqdi va Megini qidirib, har bir xonani tekshira boshladi va burchakda semiz ayolni ko'rib qoldi, ammo unga hujum qilishni istamadi, chunki hozir eng muhimi Megini topish edi. Birinchidan, u aslida hech kimni o'ldirishni xohlamasdi. Bu orada Megi ham qo'llarini bog'lab turgan lentani yirtib tashlashga harakat qildi. Kerol uning oldiga yetib bordi va tezda unga yordam berib, ikkalasi ham jarohatlarsiz qutulganidan yengil nafas olishdi. Kerol darhol ketishlari kerakligini taklif qildi, chunki boshqalar hozir zombilar bilan band. U endi bu odamlarni o'ldirishni istamasdi, ammo Megi bunga rozi bo'lmadi. Bu odamlar va ularning jamoasi tirik qolishi mumkin emas. Shundan so'ng ular avval bo'lgan xonaga qaytishdi va u yerda erkak allaqachon o'lik yotganini ko'rishdi. U tez orada tirik murdaga aylanishi aniq edi. Megi bir reja o'ylab topdi. Ular qurol olish uchun ayollardan birini o'ldirish kerak edi. Ularning imkoniyati aynan shu murda bo'lishi mumkin. Bir muddat o'tib, semiz ayol koridorda yo'lni tozalab bo'ldi va xonaga kirishi bilan zombi unga tashlanib, tanasidan katta bir bo'lak go'shtni yulib oldi. Megi ayolning ortidan ushlab tezda uni yerga bosdi. U o'zidagi yig'ilib qolgan g'azabni chiqarib, shafqatsizlarcha uni mushlay boshladi. U zo'r berib urgan sari ichidagi nafratni bo'shatayotgandek edi. Shu payt Paula xonaga qaytib keldi va bo'layotgan voqeani ko'rib, jahli avjiga chiqdi. Bu orada Kerol allaqachon koridorga yetib kelgandi, biroq kech tushundi. Paula qochish yo'llarini oldindan to'sib qo'ygan va hech kim chiqishiga yoki ichkariga kirishiga yo'l qo'ymayotgandi. Paula ularga hali ham zaif ayollar sifatida munosabatda bo'layotgandi. Ular endi ketmoqchi bo'lganida to'satdan o'q ovozlari eshitildi. Paula ularni ta'qib qila boshladi, ammo uning o'q otish qobiliyati unchalik yaxshi emas.
Kerol qurolni bevosita Paulaga to'g'rilab, ortga chekinishini buyurdi. Megi Kerolni Paulani o'ldirishga undadi. Paula ham aqlli ayol va o'z jamoasining bir a'zosi o'lganda xuddi o'limga tayyor turgandek harakat qildi. Kerol esa odam o'ldirishdan charchagandi. U endi hech kimni o'ldirishni istamasdi. Shu payt shovqinni eshitib, Mishel shoshilib yetib keldi va tinmay Paula ismini chaqira boshladi. Megi vaziyatni ko'rib chiqish uchun burchakka yaqinlashdi va Mishelning qo'lidagi qurolni tushirib yubordi. Mishel Megiga zarba berishga urinib, uni qornidan kesib yuborishga sal qoldi. Megining kiyimlari yirtilib ketdi. Bu esa Kerolni yanada g'azablantirdi. Kerol uchun bolalar eng muhim chegara edi. Endi u yana o'ziga tanish bo'lgan Kerolga aylandi. Bu orada Paula narigi tomonda istehzo bilan kulib, Kerolni masxara qildi. "Siz yana bir do'stimni o'ldirdingiz", dedi u kinoya bilan. "Sizni haqiqatdan ham past baholagan ekanman." So'ng Paula Keroldan shuncha payt nimadan qo'rqqanini so'radi. Kerol titrab qurolni Paulaga to'g'riladi va past ovozda, "Men sizlarning barchangizni o'ldirishdan qo'rqayotgandim." Paula maniakal tarzda kulib yubordi. Ikkalasi bir-birlariga tashlanib, qattiq olishishdi. Oxir-oqibat Paula po'lat quvurning ustiga yiqilib, o'tkir uchi tanasiga sanchildi. Shu payt unga zombi tashlanib, uni tishlab oldi va hayotiga nuqta qo'ydi. Paulaning ratsiyasi ovoz berdi. Uning jamoasi yo'lda edi. Kerol xotirjamlik bilan radio aloqani qo'lga oldi va sovuqqonlik bilan "Biz go'sht sexida kutyapmiz", dedi. Biroz o'tib, ularning jamoasi go'sht sexiga yetib keldi. Kerol shosha-pisha yugurib borib, eshikni mahkam yopdi va ichkariga yonayotgan sigareta tashladi. Olov tezda tarqaldi. Tashqarida esa faqat chidab bo'lmas qichqiriqlar eshitilardi. Kerol ilgari allaqachon 18 kishini o'ldirgan bo'lsa, shu kuni yana 6 tasini hayotiga nuqta qo'ydi. U endi o'zidan charchagandi. U Morganning tuyg'ularini tushuna boshladi. Birozdan so'ng Glen va boshqalar kelishdi va nihoyat yengil nafas olishdi. Daryl Kerolni darhol bag'riga bosdi. Bu orada Rick qo'lga olingan asirga yaqinlashib, sovuq ohangda dedi: "Hamma jamoadoshlaring o'lik. Seni endi hech kim qutqara olmaydi. Bu odam uchun eng yaxshi yo'l bilgan hamma narsasini aytib berish edi. Mototsikl aslida qayerdan kelgan?" Erkak shunchaki "Biz uni tashqarida yurganimizda topdik", deb javob berdi. Daryl unga aniq ishonmadi. Rick bosimni yanada oshirib so'radi: "Sizlarning yetakchingiz Negan kecha shu binoda bo'lganmi?" Erkak Rickka qarab jilmaydi va shunday dedi: "To'g'ri aytding. Ular Negan, men ham Neganman. Biz qiziqarli suhbat qurishimiz mumkin edi. Meni ayama." Rickka bu odam masxara qilayotgandek tuyuldi. U hech ikkilanmay darhol tepkini bosdi. Kerolning tanasidan sovuq ter yugurib o'tdi. Bu oxirgi zamon edi.